Hammaga birdek manzur bo'ladigan tvorog va olchali shirinlik tayyorlaymiz. Birinchi xamirini tayyorlab olamiz. Xona haroratida yumshatilgan sariyog'ga shakar, tuz, tuxum solib aralashtirib olamiz. Un solamiz. Razrixlitil solib yumshoq xamir qoramiz. Xamirni formaga yoyib olamiz. Nachinkasiga, tvorogga, shakar, tuxum, smetana, kraxmal solamiz va blender qilib olamiz. Xamir ustidan solib, qizib turgan duxovkada pishguncha pishirib olamiz. Olchaga shakar va kraxmal solib, quyilguncha qaynatib olamiz va pishgan pirogimizni ustidan solib, dasturxonga tortamiz. Tayyorlab ko'rganlarga yoqimli ishtaha. Oilamizda dejurniy hisoblangan va hamma sevib iste'mol qiladigan, bundan tashqari YouTube'ga retseptini joylaganimda minglab odamlar tashakkur bildirgan, juda ham kam xarj, oson va eng asosiysi juda ham mazali bo'lgan olmali pirog retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Birinchi navbatda yumshoq sariyog' yoki margaringa tuxum bilan shakarni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Keyin esa un bilan razrixlitilni solishimiz kerak. Faqat unni hammasini birdaniga solmaylik. Xamir tayyor bo'lgandan keyin bitta katta, bitta kichkina bo'lagiga bo'lamiz. Kattasini xolodilnikka, kichkinasini esa morozinlikka kamida 20 minutga qo'yib qo'yamiz. Bu orada nachinkani ham tayyorlab olamiz. Qirg'ichdan o'tkazilgan olmani suvini yaxshilab siqib, olib tashlaymiz va shakarni qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Qarabsizlarki, nachinka ham tayyor. Endi esa qolip chetini nomiga sariyog' yordamida yog'lab, xolodilnikdan xamirning katta qismini olib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib yoyamiz va ustiga olmali nachinkani solib, keyin esa morozinlikdan xamirning kichkina qismini olib, qirg'ichdan o'tkazamiz va vilka yordamida tekislab, oldindan 180 gradusda qizdirilgan duxovkada kamida 35 minut davomida tayyorlaymiz. 35 minutdan keyin qarabsizlarki, juda ham mazali va og'izda eriydigan olmali pirog tayyor. Ta'bga ko'ra bezatib, dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Ishoninglar, rostdan ham zo'r chiqadi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha. Og'izda eriydigan, hammaga birdek yoqadigan pisochniy pirog tayyorlaymiz. Idishimizga xona haroratidagi sariyog', shakar, tuxum sarig'i, chimnum, tuz solib, bitta mikser qilib o'chiramiz. Yuvada ro'jalaridan va razrixlitil unimizni solib, o'rtacha yumshoqda xamirimizni tayyorlaymiz. Hammamizni 1 soatga tindirishga olib qo'yamiz. Tayyor xamirimizni ikkiga bo'lamiz. Bittasi katta, bittasi kichikroq bo'lsin. Qolipimizga kattasini yoyib, olmamizni kesib olamiz. 4-5 ta olma ishlatdim. Va tayyorlab olingan olchamizni solib, ikkinchi xamirimizga shakl beramiz. Xohlagan shakldan bering yoki oddiy xamir yopsanglar ham bo'ladi. Shakl berib, tuxum sariqlarini surtamiz va gaz pechimizga 160 gradusga 30-35 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz. Ustidan chiroylikkina qilib saxinli pudralarimizni sepib, dasturxonga tortamiz. Yoqimli ishtaha, albatta tayyorlab ko'ringlar. Ramazon muborak bo'lsin. Endi Safiyadan tvorogli pirog sotib olamiz. Unga sariyog' qo'shib, kroshka holatiga keltirib olamiz. Smetana, tuxum sarig'i, shakar solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Unli massamizga qabartma tuzi va smetanani solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz. Xamirni bitta kichkina, bitta katta bo'lakka bo'lib, tindirishga olib qo'yamiz. Xamir tinguncha nachinkasini tayyorlab olamiz. Tvorogga tuxum oqi, shakar va kraxmal solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Vanilin solish ham esingizdan chiqmasin. Xamirni katta bo'lakka yoyib, qolipga joylab olamiz. Nachinkasini solib, kichik bo'lakli xamirlardan lenta tayyorlab olamiz va lentalar bilan yopib, ustiga tuxum suramiz. Vilkada chetlarini tekislab, pirogimizni pishirib olamiz. Tvorogli pirogimiz tayyor. Endi uni sovutib, dasturxonga tortsak bo'ladi. Shunaqa mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. O'sha ko'pchilik retseptini so'ragan pirogimni bugun sizlar bilan tayyorlaymiz. Men katta porsiyada qildim. Sizlar xohlasanglar, shuni yarimni qilsanglar ham bo'ladi. Masalliqlarni, grammajlarini opisiyaniyada qoldiraman. Bismillah deb tuxum bilan shakarni ko'pirtirishdan boshlaymiz. Yog', qatiq, vanilin, razrixlitilni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustidan tuxumli massani solib, yana yaxshilab aralashtirib olamiz. Unimizni 3 ga bo'lib solamiz, yaxshilab aralashtirib olamiz. Yong'oq, magis soldim, yong'oqni maydalab tashladim. Agar sizlar xohlasanglar, umuman hech narsa solmasanglar ham bo'ladi. Ristimizni tayyorlab, massamizni solib olib, tekislab olamiz. Ustidan tuxumni sarig'ini o'zini suramiz chiroyli qilib hamma joyiga bir xil. Duxovkaga yuboramiz. 160-170 gradusda pishiramiz. Ustidan shunaqa chiroyli qizarib, yumshoq mayin bo'lib chiqadi. Bitta qilib ko'rsanglar, choylar bilan mazza qilib yeyishli bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lishni unutmanglar.